الوالدان الدافئان قلبان فاضا بالحنان وهما لدربي رحمة وكلاهما لي جنتان. الوالدان الدافئان قلبان فاضا بالحنان وهما لدربي رحمة وكلاهما لي جنتان. بسم الله الرحمن الرحيم. Farzand o'zini ota-onasi o'tib ketganidan keyin ularga qilishi mumkin bo'lgan yaxshiliklar haqida suhbat qilayotgan edik. Shulardan keyingisi farzand o'zining ota-onasini yaqinlari bilan aloqa qilib turishligi kerak bo'ladi va bu eng ulkan yaxshi amallardan bo'ladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu kunlarning birida Makka ga qarab ketayotganida yo'lda bir kishiga ko'zi tushdi-da, haligi kishi bilan borib salomlashib, eshagidan tushib, haligi kishini o'tkazdi eshagiga. O'zini boshidagi sallasini yechib bu kishiga kiydirib qo'ydi. Buni ko'rgan Ibn Dinor aytdiki, Alloh sizga rahmat qilsin. Ha bu ozgina narsaga ham xursand bo'lib ketaveradigan sahroyi odam edi. Shuncha muruvvat qilasizmi? dedi. Shunda Ibn Umar aytdiki, bu kishining otasi dedi. Umar ibn Hattobga yaqin inson edi dedi. Ya'ni meni otamga yaqin odam edi. Otamga yaqin bo'lgan odamni bolasini hurmat qilishligi Umar ibn Hattobga nisbatan qilgan yaxshiligi bo'ladi. Chunki men Rasulullohning shunday degan eshitganman. Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Payg'ambarimizdan hadis, farzand o'z otasining yaqinlari bilan aloqa qilishi, muomalada bo'lishi eng katta yaxshilik. Bu Rasulullohning hadisi edi. Otasi o'tib ketgandan keyin, onasi o'tib ketgandan keyin otasi yoki onasining urug'i bilan muomalani uzayotganlar eshitib qo'yinglar. Majmu' Zawaidda keltiriladi Anas ibn Malikdan, minal birri an tasila sadiqa abika. Otangni do'sti bilan muomalada bo'lishing eng katta yaxshilik. Otasini jo'ralariga jo'ra bo'lib oladi. Bilamiz shunaqa birodarlarimiz bor. Otasi o'tib ketgandan keyin otasining jo'ralarining xizmatida turadi. Yosh yigit, ehtimol 30 yosh kichkinadir, ehtimol 40 yosh kichkinadir, otasini do'stlari bilan bordi keldi qilyaptimi? Demak, eng katta yaxshi ishni qilyapti bu odam. Odamlar bor. Otasi o'tib ketgandan keyin ma'lum bir vaqtda otasini jo'ralarini chaqirib mehmon qilib turadi. Onasini yaqinlarini chaqirib turib, dugonalarni mehmon qilib turadi. Bu juda ham katta yaxshi narsa birodarlar. Mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak bo'ladi. Amma, amaki, tog'a, xola ularning holidan xabar olib tur birodar. Chunki otang ularning holidan xabar oladi. Modomiki otang ulardan xabar olar ekan, shuni ko'rib o'rganuvdingmi? Otangdan o'rgangan savobli ishni qiluvding, senga ajr bor. Bilamizmi? Kim bir yaxshi amalni sunnat qilib odamlarga ko'rsatib o'rgatib ketsa, shu amalga ergashganlarning savobidan shu o'rgatgan odamga ham ajr bor. Xuddi shunga o'xshagandek, kim bir yomon amalni o'rgatib ketsa odamlarga, odamlar undan o'rganib shu ishni qilsa, nariga o'rgatgan odamga gunoh bor edi. Otangdan yaxshi narsani ko'rding, o'rganding, shuni amalida bo'l, senga ham, otangga ham yotgan joyda qabrida xayriyatlar yetib boradi. Hammamizga ma'lum, mayit odamlarni dod solib yig'lashlaridan ozor chekadi. Agar vafot etgan kishi vafot etdi, u uchun yig'lashyapti odamlar. Shu vafot etgan kishi o'zi ham o'liklarga dod solib yig'laydiganlardan bo'lgan bo'lsa, ko'proq ayollar sochini yulib, kiyimini yirtib, baqirib, kimga tashab ketdingiz deb hovlini boshiga ko'tarib yig'laydigan bo'lsa ayol. Endi shu ayol o'ldi. Shu ayolning yig'isini ko'rib, boshqa ayollar ham ko'rib o'rgandi, yig'ladi. Yig'lagani uchun bu ayol bitta ozor chekadi va mana shu noto'g'ri ishni o'rgatgani uchun ham bitta ozor chekadi. Shuning uchun yaxshilikni o'rgataylik odamlarga birodarlar. Ota o'tib ketdi. Birodar, otang qilgan savobli amallarni davom ettir. Otang qilgan savobli amallarni hayotga qaytarib tiriltirginki, toki qabrida otangga xayriyat bo'lsin. Masalan, otang qo'l ochiq odam edi. Yetim yesir, beva, bechoralarga muruvvatini ayamas edi. Qo'lingdan kelsa, qurbin yetsa, otang o'tib ketgandan keyin shu ishni davom ettir. Ehtimol qo'ni qo'shnilarga qo'li ochiq odam edi otang. Qodirmisan? Muruvvatingni qil. Toki bu odamning o'zi otasi ham shunaqa yaxshi odam edi deb eslab qo'yishdimi? Otasini qilgan xayr ihsonini, saxovatini unutib qo'ygan farzandlarning hikoyasini Alloh taolo Qur'onda keltiradi. Xabarimiz bormi? Astagfirullah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihin.
Dar haqiqat biz ularni baloladik. Biz ilgari bog' egalarini ham shunday mahrumlik bilan balolagan edik. O'shanda ular albatta uni bog'ning hosilini erta tongda kambag'al miskinlarga haq ulush ajratmagan hollarida uzib olishga qasam ichgan edilar. Qissani hissasi shuki, katta bog' bo'ladi, uni egasi bir solih kishi. Bog' mevasi pishib yetilganda uzadigan paytda 3 qismga bo'lar edi. Kambag'al miskin bechoralarning haqqini mana shu bog'ning mevasidan ajratib berar edi. Va mana shu bog'ning xayriyatidan davomiy foydalanib turar edi. Bu solih ota vafot etganidan keyin bog' farzandlarga qoldi. Noqobil, tolih farzandlar. Bog'ning mevasi pishib yetilganda ular o'zaro pishir qilib maslahatlashdi. Tongda boramiz, mevalarni uzib olamiz, birorta bir kambag'al bechora kelib so'rab o'tirmasin. Oqibat nima bo'ldi? Bas tunda ular uyquda bo'lgan chog'larida bu bog'ning ustida Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi balo olov bir aylandi-yu, u bog'ning hosili uzilgandek bo'ldi qoldi. Ya'ni kuyib kulib bo'ldi. Tong yotganda borishdi, bog'ni topisha olmadi. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Biri ikkinchisini malomat qilishni boshladi. Qalu ya vaylana inna kunna tog'in. Ular aytishdiki, o'lim bo'lsin bizga. Dar haqiqat biz haddan oshguvchilardan bo'ldik. Otasi tirik edi, solih edi. Solih amalni qilib turgan edi. Bog'dan o'zi ham foydalandi, boshqalar ham foydalandi. Farzandlar baxillik qilishdi. Otasini savobli amal davom ettirishmadi, hamma narsadan mahrum bo'lishdi. Shuning uchun otangiz qo'li ochiq inson bo'lib, shunday bir muruvvatli ishlarni qilganligini bilsangiz, shuni davom etkazing. Agar qodir bo'ladigan bo'lsangiz. Ota yoki onaning vafotidan keyin farzand o'zining kichkina uka singillariga muruvvat qilishligi. Ota-onaning vafotidan keyin qilinish kerak bo'lgan ishlar. Biz bu o'rinda Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhuni misol keltirishimiz mumkin. Imom Buxoriydan keltiriladi. Jabir ibn Abdulloh o'zi rivoyat qiladi. U kishining otasi Abdulloh ibn Harom Uhud g'azotida shahid bo'lgan edi. Otam menga 7 qizni qoldirib o'lib ketdi. Bir rivoyatda 9 ta ham deyiladi. 7 ta singlisi bor. Men keyin bir juvonga uylandim. Uylanmagan yosh yigit, bo'ydoq yigit juvonga uylandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga, "Ey Jabir, uylandingizmi?" dedilar. Men ha dedim. U zot bokiragami, juvongami? Men juvonga deb javob berdim. Rasululloh aytdilar, "Bokira qizga uylanganingizda edi, bir-biringiz bilan hazil-huzul qilishar edingiz. Siz uni, u sizni kuldirib yurar edi", dedilar. Ya'ni bikirga, bokiraga uylanishlikka targ'ib. Men u zotga, otam Abdulloh halok bo'lib, menga 7 qizni tashlab ketdilar. Men shu qizlar kabi yosh qizga uylanmoqni ep ko'rmay, ularga onalik qila oladigan, ularni tarbiyalay oladigan ayolga uylandim dedim. Rasululloh barakalloh dedilar. Ya'ni yigit o'zini haqqi edi qiz bolaga uylanishlik. Ammo qiz bolaga uylansa o'zini singillari bilan teng qizga uylanadimi? Qana qilib bu qizlarni tarbiyalay oladi. Singillarni rioyasini qilib juvonga uylandim dedi. Mana ota-onasi o'tib ketgandan keyin o'zidan kichkina bo'lgan singillarini rioyasi qanday bo'lyapti? Ota-ona o'tib ketganidan keyin ularning ortidan qilinadigan xayrli ishlardan yana bittasi ota yoki ona yo'l qo'ygan xatoni tuzatishlik. Endi kullu bin adama xattoun deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki, xato qiladi. Ota yoki ona ilmsizlik sababli, insoniylik tufayli ba'zi bir xatolar yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsa, masalan, birovning molini tortib oldi, qo'shni yeriga 2 metr chiqib olgan, mutahamlik qilib, bilasiz shu nohaqligini. Yoki bir qarindoshlari bilan aloqasini uzib yashagan, sizga bu narsani vasiyat qilib ketgan. Amaking bilan muomala qilmaysan. Shu ham meni oldiga borsang, men rozi emasman. Mana xolingni ziyorat qiladigan bo'lsang, meni bolam emassan. Shunaqa vasiyat qilib ketgan ehtimol. Nima qilinadi? Ana shu ota-ona qo'ygan xatolarni tuzatishlik kerak bo'ladi farzand. Masalan, qarindoshlar bilan aloqani uzib yashagan bo'lsa, akasi bilan orozlashib, sizni ham bo'lishlikdan man qilgan bo'lsa, ota-onadan keyin albatta bu qarindoshlar bilan aloqani tiklashlik kerak bo'ladi.
Agar kimdir molini nohaqdan tortib olgan bo'lsa, topib olib borib berishlik kerak bo'ladi yoki roziligini so'rashlik kerak bo'ladi. Qo'shni tomonga chiqib olishlik bor. Qo'shni norozi bo'lsa ham uyda baland sovorishlik bor. Tarnoda tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin norozi bo'lganda. Otangiz qilgan bo'lsa, shu xato tuzatib qo'ying. Jilmaydi bu. Otam qo'ygan tanlov deydi bu. Otam muomala qilmagan odam bilan men ham hech qachon muomala qilmayman. Yo'q, u noto'g'ri edi otang qilgan ishi. Birodar, otang dindan bexabar bo'lganligi uchun, dindan uzoq bo'lganligi uchun, ilmdan uzoq, zamoni shunaqa bo'lganligi uchun shunaqa bo'luvdi. Agar ota-ona falonchi qarindoshlari bilan muomala qilmaysan deb vasiyat qilib bergan bo'lsa, bu vasiyatni albatta o'zgartirishlik kerak. Chunki Robbimiz azza va jalla silay rahm bo'lsa, yaxshi ko'radi, qotir rahim bo'lsa, bu narsani yaxshi ko'rmaydi. Ota-ona o'tib ketgandan keyin qilinadigan ishlardan yana biri farzand ota-onasini aybini agar bilsa, fosh qilmasligi kerak. Astagfirullah. Innal ladina yuhibbuna an tashiya al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man satara akhahu al-muslim fid dunya satarahu Allohu fid dunya wal akhirah." Kim bir musulmonni aybini berkitsa, bilib qoldi. Alloh uni dunyoda ham, oxiratda ham ayblarni berkitadi. Eshitdingizmi? Kechachi nimani ko'rdim aytaymi? U bilmaydi. Siz kecha aytaymi nimani ko'rdim? Ayt, mana ekan, mana ekan. Nariga ham teg yurmaydi. Nima qiladi u? Siz WhatsApp qiladi u. Eshitdinglarmi? Mana ekan. Agar Alloh bizni dunyoda aybimizni yashirishni xohlasak, oxiratda sharmanda qilishini xohlamasak, bir musulmonning aybini bilib qolsak, mabodo istab yuribmiz, to'satdan bilib qoldik, yashiraylik. Bir musulmonning aybini yashirganligi uchun dunyo oxiratda Alloh sizni aybingizni yashirsa, endi otangizni, onangizni aybini fosh qilishligingiz, haloyiqqa yoyishligingiz qanchalar og'ir gunoh bo'ladi, birodarlar? Kitoblarda keltirilyaptimi? Demak, bor ekanda. Demak, bu hadisga ko'ra musulmon odam bir-birini aybini bekitishlik kerak. Endi ota-onasining aybini 2 marta bekitishlik kerak, agar bo'ladigan bo'lsa. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Innal ladina yuhibbuna an tashiya al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Odamlarni xatolarni istash, maxfiy bo'lgan ishlarni istab topish, josuslik qilish, odamlar orasida yoyishlik shariatimizda man qilingan amallardan. Mana birodarlar, 12 ta darsdan iborat bo'ldi bu darsimiz. Oxirgi mavzuyimiz bu otang va onang uchun sen tomonidan bir hadiyadir. Ota yoki ona farzandli bo'lar ekan, borini farzandga beradi. Sog'lig'ini, yoshligini, vaqtini, pulini, umrini sizga bag'ishlaydi farzand. Borini beradi. O'zi yemək yediradi, kiymek yediradi, og'rib qolsangiz uxlamaydi, uzilib turib chiqadi. Endi ota-ona o'tib ketdi. Endi nima qila olasiz? Sizni qilishingiz mumkin bo'lgan eng ulug' amal Qur'onni yod olishingiz. Qur'onni ta'lim olishingiz. Uni tilovat qilishingiz, ota-onangizga mana shu ishingiz tufayli hadiyani yuborishligingiz. Uzun hadis bo'lib-bo'lib o'qiymiz. An Abdullah ibn Burayda an abihi qala kuntu jalisan 'inda nabiy sallallohu alayhi vasallam fasamituhu yaqul ta'allamu suratal baqara fa inna akhdaha barakatun va tarkaha hasratun va la yastati'uha al-batalatu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlarni eshitdim. Rasululloh aytibdilar: Baqara surasini o'rganinglar. Zero uni o'rganish barakadir. Uni tark qilish esa hasratdir. Unga sehrgarlar qodir bo'lmaydilar. Sehr bilan shug'ullanadigan odam Baqara surasini yodlay olmaydi. So'ngra u zot ma'lum muddat jim turib keyin dedilar: Sizlar Baqara va Oli Imron suralarini o'rganinglar. Zero u ikkisi yorituvchi nurdir. U ikkisi qiyomat kuni 2 bulut yoki 2 soyabon yoki bir gala saf tortgan qushlar tarzda kelib o'z sohiblari ustiga soya qiladi. Baqara surasini, Oli Imron surasini yodlaganlarga soya bor.
Va innal Qur'ana yalqa sohibahu yawmal qiyamah. Payg'ambarimiz bu hadisni davom ettirib aytadilar. Qur'on qiyomat kuni sohibining qabri ochilganida charchagan kishi shaklida unga yuzma-yuz keladi-da, meni taniyapsanmi deydi. U men seni tanimayman deb javob beradi. Shunda u men seni issiq paytlarda chanqatgan, tunlari bedor qilgan do'sting Qur'onman deydi. Va inna kulla tajirin va min wara'i tijaratihi. Har bir savdogar tijorat orqasidan foyda ko'radi. Bugun sen ham har bir tijorating, amallaring orqasidan foyda ko'rasan deydi. Va u bandaning o'ng qo'liga mulk, chap qo'liga mangulik beriladi. O'ng qo'liga davlat, boylik, mulk beriladi. Chap qo'liga abadiy hayot beriladi. Boshiga viqor toji kiydiriladi. Bu qoriga beriladigan narsa. Endi ota-onasi-chi? Uning ota-onasiga ikki libos kiydiriladi. U ikkisiga dunyo teng kela olmaydi. Uni ota-onasi bu bizlarga nima sababdan kiydirildi deb so'raydi. Ota-ona hayron, chunki bunchalik amal yo'q edi-da. Ularga farzandlaringiz Qur'onni o'rgangani sababli deyiladi. U xoh tez o'qisin, xoh shoshilmasdan qiroat qilsin, ko'tarilib boraveradi. O'qi deyiladi qoriga. Qur'onni boshlashligi bilan jannatdagi manzilatiga ko'tarilib boraveradi. Oxirgi o'qigan oyatni to'xtatganda shu joy uni manzilati bo'ladi. Ota-onamizga libos kiydirishlik qo'limizdan keladimi, yigitlar? Qo'lingizdan keladimi? Haftasiga 5 soatlab kompyuter o'tirgandek Qur'on yodlashlikka ham bir bel bog'lab o'tirishlik qo'limizdan keladimi? Shu ota-onalar sizlarni o'ldirmay, sindirmay, kuydirmay, cho'loq jimni qilmasdan shu yoshga olib keldi. Uylab joyladi. Qur'on o'qib, duo qilib orqasidan, Qur'on yodlab, ularga mana shunday libos kiydirish qo'limizdan keladimi, farzandlar? Ha, yosh kattalar endi qarib qoldik desanglar, nevaralaringlar turibdi. Senlar tajamo bo'lan, menga qo'yib qo'yish. Men qarayman bunga. Tarbiyasi bilan shu domlaga olib borib bering. Orqasidan bir kuzatib turing, sovg'a salom olib bering. Siz o'zingiz yodlolmasangiz, bolangiz, bo'lmasa nabirangizga bir e'tibor bermaysizmi? Otangizga shunday libos kiydirishni xohlamaysizmi? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bunaqa xayrli ish qilsangiz otangizga nisbatan, bolangizdan ham sizga xuddi shunday mukofot albatta yetib boradi. Chunki yaxshilikning jazosi faqatgina nima? Yaxshilik. Albatta siz bilan bizni ustimizda birodarlar haqlar bor. Eng katta haq bu Alloh taoloning haqqi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqqi va undan keyingi o'rinda turadigan eng ulug' haq bu ota-onamizning haqqi. Alloh azza va jalla o'zining aziz kitobida bu haqida juda ko'p oyatlarda siz bilan bizga ta'lim berdi. Payg'ambarimiz ko'p hadislarida bu amalning qanchalar ulug'ligini ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytdi: "Va abudulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana." Qaranglarda, Alloh yolg'iz menga ibodat qil va ota-onangga yaxshilik qil dedi. Tavhidning orqasidan birrul volidanga buyurdi. Shirkdan qaytarishning orqasidan ota-onangga oqmoma deb qaytardi. Bir amal qaysi amaldan keyin zikr qilinayotganiga qarab turib bu amalning qadri bildiriladi. Tavhiddan keyin birrul volidang, shirkdan keyin uququl volidang. Bu yengil narsa emas, birodarlar. Qiyomat kuni birodarlar bir kishi keladi, ko'p namoz o'qigan, ko'p roza tutgan, haj qilgan, umra qilgan, ko'p nafil amallarni qilgan, ammo amallari habada bo'lib ketadi uni. Nima uchun? Ota-onasiga oq bo'lganligi uchun. Shu ma'noda birodarlar, Alloh qodir qilganicha ota-onaga yaxshilik qilishlik qanday bo'ladi? U tufayli erishiladigan martaba qanday bo'ladi? Ota-onaga oq bo'lishlik qanchalar xatarli ekani, undan ehtiyot bo'lishligi lozimligi haqida Alloh qodir qilganicha birodarlar bahs qilgan bo'ldik. Toki eshitadigan odam eshitsin, ibrat oladigan odam va'z nasihat olsin. Mana shu qilingan amalni xolis Allohning roziligi uchun bo'lishini va o'z dargohida qabul qilishini so'rab duo qilamiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.